Eski mebellardan yana ko'pginasini topib qo'ydim. Bitta ko'rsalar oxirigacha videoni oxirigacha ko'rsalar ko'rsatib o'tamiz hammasini. Assalomu alaykum hurmatli arziydimi ko'ngil kanalimiz obunachilari. Sizlarga bugun shikastdan hammasini bir qator oxirigacha yakkali temalargacha hammasini ko'rsatishga harakat qilaman. Xo'p, birinchisi mana shu narsadan boshlaydigan bo'lsak, shkafimiz Toshkent zavodi shifonyerimiz. Razmeri necha aka buni? Razmeri 220 ga 220. Bo'yiga ham 210 shunaqa atrofida chiqqan. Narxi-chi aka? Narxi 1 million 400 qilib beradi. 1 million 400 ming so'm kichkinagina shkafchani puliga ekan. Xo'p, keldik dalish endi kattasiga keladigan bo'lsak, katta nari tarafda 2 qanotli shkaf, bu tarafi 1 qanotli ekan. Ha. Gapingiz bo'ldi. Bugun mana shunga aksiya qilaylik. Xo'p bo'ladi, aksiyaga. Aksiya bo'lsa aksiya. Oldingi videoda ko'rgan bo'lsa narxlarni bilishadi. Kuzatayotganlar bo'lsa biladi. Xullas 1 million 700 mingga beraveramiz. Toshkent zavod sostaniyasi nihoyatda chiroyli, ideal. Mana shu ko'rib turgan katta narsalarni 1 million 700 ming so'mga bemalol xarid qilishingiz mumkin. Arziydimi yo'qmi kommentariyada yozib ketavering bunisini. Xo'p, aka bularni ham boshidan ko'rsatganmiz. Narxlarni aytib o'tib ketsa bo'ldi aka, vaqt bo'ladigan. Xo'p, buni 1 million qilib beramiz. Bunisi 1 million so'm birinchisi, ikkinchisi 450 ming, uchinchisi ham 450 ming mana. Bunisi 500 ming so'm eshigi bori. Xo'p, tumbani orada Tumbani 150 mingga beramiz. 150 ming so'm. Buni 600 ming qilib beramiz. Bunisi 600 ming so'm. Xo'p, endi yakkaliklar. Kravatlarimizni o'tgan safar 2 million qo'ydik. Bu 2 million qo'yilgan ekan. 1 million 800 dan qo'yaylik, buni ham jup. 1 million 800 ming so'm. Bunisi xohlasangiz mana to'qroq karishningiz bor. Bu ham 1 million 800 ming so'm. Bunisi-chi? Bunisi 1 million so'm. Jupa 1 million so'm, 500 ming so'mdan. Kommentariyada fikrlarni qoldirib ketinglar, arziydimi yo'qmi? Endi mana unisi-chi aka? 3 qanotli. Buni 800 ming qilib beramiz. 800 ming so'mga mana shu Andersonli yonidagicha aka. Yonida endi sotib yubordik. Sotilib, necha pul sotildi? 500 mingga beramiz. 500 ming so'mga arziydimi yo'qmi? Kommentariyga yozib ketinglar. 500 ga beraveramiz. Bunisini ham 500 ga beramiz. Tumba Tumbalarimiz 200 ming. 200 ming so'm. Stullarimiz sotildi. Stullar sotilib ketdi. Barakasini bersin. Xo'p. Endi mana ular bor ekan. Obunachilarga mana shu 50-60 yillik narsa hali remont bo'lib, samarasi qatganga chiqol almashdi xolos. Bundan 5 dona. 5 tanasi bir xil 110 mingdan qilib beramiz. 110 ming so'mdan qilib beraveramiz. Xo'p, endi aka mana yopilib ochiladigan mana shunaqa narsani ham ko'pchilik so'rashyapti. Bu narxi necha pullanida? Ustini yaxshi qoplashadi yangi o'zlari. Baratrog'i mayli eski narxda qo'yaylik, mana shu oxirgisi bo'ladi. 1 million 200 dan. 1 million 200 ming so'mdan. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa chiqarasizlar. Partalar 400 danmidi? Bitta partalar bor. Ko'rayotganlar bo'lsa mana. Partalar 400 ming so'mdan. Endi ugalogimiz-chi aka, ko'xunni. Buni 1 million 200 qilib beramiz. Qaylari sondiqli, sostaniyasi ideal, dog' kerak yo'q. 1 million 200 ming so'm. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Arziydimi yo'qmi kommentariyada yozib keting. Bemalol ko'rishlar mumkin. Opisaniyada Telegram kanalimiz bor. Sotish va sotib olish deb yozsangiz Telegramga chiqadi ham bemalol o'tib aloqaga chiqishlaringiz mumkin. Egalarining nomerlari ham o'sha yerda bo'ladi. Bo'lmasa mana shu yerda pastda opisaniyada ularning egalarining nomerlari ham bor. O'tib aloqaga chiqarasizlar. Kommentariyada arziydimi yo'qmi like bosib ketinglar. Do'stlarga tarqatib berish esdan chiqmasin. Obuna bo'lib qo'ysanglar ham xursand bo'lamiz. Rahmat hammaga.